Turkiyada bo'lib o'tayotgan norozilik namoyishlari aslida nimadan kelib chiqqanligiga oydinlik kiritamiz. Turkiyadagi namoyishlarning eng birinchi sababi bu Imomo'g'lining qamoqqa olinishi bilan boshlandi. Uning bo'yniga jinoiy guruh tuzish va o'zining vakolatini suiiste'mol qilish, ya'ni o'zining Istanbul hokimligidan foydalanib ko'plab qonunga zid hujjatlarga imzo chekkanligi va ko'p miqdorda pora olganligi aybdorlari bilan bo'yniga qo'yishyapti va Imomo'g'lini sud qamatyapti. Va namoyish uyushtirayotgan aslida tayinlangan odamlar esa yo'q, bu hammasi uyushtirilgan. Janob Erdo'g'an bularni uyushtirib o'zining eng katta raqobatchisi, ya'ni yaqinda bo'lib o'tadigan saylovga unga eng katta raqobatchi bo'ladigan Imomo'g'lini yo'q qilish uchun bularni uyushtiryapti. Ya'ni hujjatlarni soxtalashtirgan deb aytib o'tdi. Lekin bunaqa tez vaqtda hujjatlarni soxtalashtirish bu juda ham qiyin ish. Xo'p, o'zimiz o'ylab qarasak, Imomo'g'li rostdan ham jinoiy guruh ochib, o'zining vakolatini suiiste'mol qilganmi? Bu 80-85% haqiqatga yaqin. Negaki Turkiyada yiliga kamida bitta, hech bo'lmasa bitta odam Isroilning agenti bo'lib, Turkiya razvedkasi ushlaydi ularni. Va katta ehtimol bilan Imomo'g'li ham Isroilning qo'g'irchog'i va yaqin 50 yil o'tar o'tmas Isroil o'zining atrofidagi hamma davlatlarni yer bilan bitta qilib yanchib tashlaydi Amerika yordami bilan. Va asta-sekinlik bilan o'zining uchalmas orzusi deb qaralayotgan, lekin ushalishiga yaqin qolayotgan NATOga kiradi. NATOga kirish uchun u Turkiyani olishi kerak. Va hamma davlatlar Isroilga yutqazishi mumkin, lekin Isroilga va kerak bo'lsa Isroil bilan Amerika qo'shilib ham bitta Turkiyani ura olmasligi mumkin. Negaki janob Erdo'g'an o'zining qurolli kuchlariga juda yaxshi e'tibor qaratyapti va tayyorgarlik ko'ryapti. Shu uchun Turkiyani va janob Erdo'g'anni yiqitish uchun isroilliklar Imomo'g'lini tayyorlashgan va uni janob Erdo'g'an siyosatini yiqitib, Erdo'g'anning o'rniga Imomo'g'lini qo'yib, Imomo'g'lini qo'g'irchoqqa aylantirish uchun janob Erdo'g'anni siyosatini yiqitishyapti. O'zi bu Turkiyada odat bo'lib qolgan. Necha yil asrlar oldin Abdulhamidxon II ham Isroil va Amerika yiqitgan edi, ya'ni taxtdan ag'dargan edi. Agar Xudo ko'rsatmasin, janob Erdo'g'anni taxtdan ag'darishsa, Turkiya batamom o'ladi. Va Imomo'g'li Turkiya prezidenti bo'lib, Isroilga qo'g'irchoq bo'ladi. Va keyin agar Turkiya qo'g'irchoqga aylansa, biz va O'rta Osiyoda hammani ham ura oladi Isroil. Shu joyda Adolf Hitlerning bir gapi yodimga tushib ketdi. Adolf Hitler shunday degan edi: hozir bir davlatni olish uchun unga katta qo'shin yuborish shart emas. Uni ichidagi katta lavozimli odamlarni bir-biriga dushman qilib qo'ysak bo'ldi deb aytib o'tgandi. Va Isroilliklar, ya'ni yahudiylar Hitlerni o'lgudek yomon ko'rishsa ham, lekin o'sha siyosatni qo'llashyapti. Xudo ko'rsatmasin, janob Erdo'g'anni yiqitishsa, shu bilan hamma islom davlatlari birma-bir ketma-ket yiqiladi.